Tezkor xushxabar. O'zbekistonda ayollar endi 55 yoshdan emas, 50 yoshdan pensiyaga chiqishi e'lon qilinmoqda. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video rolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Erkaklar hayoti uchun muhim funksiyalarni qo'llab-quvvatlovchi Vulkan mahsuloti. Prostata adenomasi, prostatit hamda jinsiy muammolarda sizga eng ishonchli yordamchi bo'ladi. Yaqinlikda hissiy va kuch uyg'unligini oshiradi. Mahsulot 5 va 7 kun ichida o'z ta'sirini ko'rsatishi bilan bemorlar ishonchini oqlagan. Vulkan salomatlik manbai. Diqqat savol. Men bolalikdan nogiron bo'lgan, doimiy parvarishga muhtoj 2 nafar farzandni parvarishlab kelmoqdaman. Menga nogiron bolalarimga qaraganim uchun 50 yoshdan nafaqaga chiqishim mumkinmi? Javob. Qonunchilikning 12-moddasiga ko'ra, agar bolalikdan nogiron farzandlarning onalari ularni 8 yoshgacha tarbiyalagan bo'lsa, ish stajiga kamida 20 yil bo'lgan taqdirda umumiy belgilangan yoshni 5 yilga qisqartirgan holda, ya'ni 50 yoshdan pensiya olish huquqiga ega bo'ladi, deyiladi xabarda.